Assalomu alaykum, Sifatus kanalining obunachilari. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'lsin deb SMM xizmatlarini oldik. Xudo xolasa bundan keyingi videolarimizda chiroyli qilib, katsivali qilib sizlarga obunachilarimizga mahsulotlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bitta-bittadan. Shu oldindan videomiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like bosib, padesh yaqib turasizlar. Bu nima oxirimizga keladigan bo'lsa, turetskiy fasondagi oxirimiz jicha yangiliklar qo'shildi. Razmeriga keladigan bo'lsa, uzunasi 2 metr, eniga 75, balandligi 1.10. Bu oxirimiz yig'ishtirib taklanmaydi. Bu oxirimiz fermalarga mo'ljallangan. Masalan, alidaqa tog'ay-pog'ay alidaqa o't-potlar bo'lsa, fermalarga shuni tashab qo'yiladi. Manetdan tortib yeydi yonlaridan. Tortib yegani pastga tushadi. Pastdagi mahsulotlarimiz ham isrof bo'lmaydi. O'shaning hisobiga bu narsamizni yasadik. Bunimizning narxiga keladigan bo'lsa, 1.800.000 so'm chiqyapti. Kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab dastavkalar mavjud. Bunga nechta qo'y ketadi deganlarga ikki tomondan 10 tadan yo 8 tadan qo'y ketadigan bo'lsa, ikki tomoniga 20 ta qo'y ketadi. Tagiga yem bersalaring ham, atalab bersalaring ham bo'laveradi. Buni keyin tozalashda yana ham qulay usulda qilib qo'ydik. Bitta aylantirganlaringda o'sha ichida hamma musorlar tushib ketishiga, mana bemalol musorlar tushib ketaveradi. Mol sizlarga bu oxirimizga o'rtacha 2 ta dona press ketadi. Shogird olib kelib bo'lmasam pressni bir solib ko'rsatib beraylik. Shogirdni ham yaxshilab o'qiyapmiz. Mana bitta press turibdi, mana mag'iga qo'yaylik. Mana bu pressdan tushgan narsalar bemalol oxiriga tushaveradi. Oxirida isrof bo'lmaydi, yerga tushmaydi. Bu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa sizlarga bundan chiroyli, sifatli kontentlar qilib, chiroyli qilib, xalqqa zo'r xizmat qiladigan mahsulotlar ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Sifatus.